O'sh-Isfana yo'lida 14-noyabr kungi transport hodisasi natijasida 3 odam halok bo'ldi. Voqea ertalab soat 7lar atrofida bo'lganini patrul militsiyasidan ma'lum qilishdi. Xabarlarga ko'ra, Honda Step vagon va Jiguli to'qnashgan. Halokatning sabablari va vafot etganlarning shaxsi aniqlanmoqda. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, Jigulini militsiya xodimlari boshqarib borayotgan bo'lsa, ikkinchi mashinada esa 5 nafar odam bo'lgani aytilmoqda. Militsioner va ikkinchi mashinadagi 2 nafar odam vafot etgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu yili Qirg'izistonda ro'yxatga olingan yo'l halokatlari soni 5000 dan ortib, 700 dan ortiq kishi ko'z yumgan. Jarohat olganlar soni 8000 dan ortadi. Qirg'iziston hukumati Qumtor ishi bilan tanishadi. 10-noyabrda Bishkekda fuqaroviy faollar va suv kodeksi muhokamaga olinib, unda vitse-premyer-ministr Dushanbek Zilaliyev boshchiligidagi safar bugungi kunga belgilangan edi. O'tgan haftada tomonlar suv kodeksiga taklif qilingan o'zgarishlar bo'yicha bir fikrga kela olishmagan. Zilaliyev qonunga qarshi chiqayotganlarga Davidov va Lisi muzliklarini holati bilan tanishib kelish taklifini kiritgan. Jo'g'ir kengashning agrar siyosat, suv resurslari, ekologiya va hududiy rivojlanish bo'yicha qo'mitasining 31-oktyabrda suv kodeksiga taklif etilgan o'zgarishlari 3-o'qishdan ovoz berishga yuborilgan. Hukumat ishlab chiqqan qonun loyihasida Qumtor konidagi Davidov va Lisi muzliklari erib ketgani bois kon qazishga ruxsat berishlarini so'ramoqda. Jo'g'ir kengashning Respublika Atajurt fraksiyasi lideri lavozimini vazifasini topshirgan O'mirbek Babanov o'z qarorini quyidagicha izohlaydi. So'zlariga ko'ra, Respublika partiyasi va parlamentdagi Respublika Atajurt fraksiyasi shtat rejimida faoliyat olib bormoqda. Saylov qonunlarida iqtisod va ijtimoiy siyosatni o'zgartirish bo'yicha qonun loyihalarini qisqa muddatda taklif qilish uchun avvalgidan ham tezkor ishlash kerak. Shu bois men Respublika Atajurt fraksiyasining lideri xizmatidan ketyapman, dedi O'mirbek Babanov. Eslatib o'tsak, 4-noyabr kuni Bosh prokuratura parlament deputati O'mirbek Babanov va boshqa shaxslarga nisbatan konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan o'zgartirishga oshkora chaqiriq, milliy, irqiy yoki diniy nafrat uyg'otish moddalari bo'yicha jinoiy ish ochdi. O'mirbek Babanov ayni damda xorijda. Babanovning qaysi davlatda ekani aytilmayapti. Yangi saylangan prezident So'ronbay Jeenbekovning qasamyod qilish marosimiga sarflanadigan mablag'ning aniq miqdori hozircha aniqlanmadi. Bu haqda prezident apparatidan ma'lum qilishdi. Ularga ko'ra, byudjetdan ajratilgan mablag'ning qanchasi sarflanishini yaqin kunlarda aniq bo'lishi ma'lum qilishgan. 13-noyabrda Moliya ministri Adilbek Qasimaliyev Jo'g'ir kengashning profil qo'mitasining yig'inida bildirishicha 13,1 million so'm sarflanishini ma'lum qilgan. Bu ma'lumot internet tarmoqlarida muhokamalarga sabab bo'lib, noroziliklarni yaratgan. Jeenbekovning prezident xizmatiga kirishish marosimi 24-noyabrda Alarcha davlat rezidensiyasida bo'ladi. Prezident apparatining rahbari Almaz Usonov bildirishicha, inauguratsiyaga boshqa o'lkalarning rahbarlari chaqirilmagan. Biroq uning aytishicha, inauguratsiyaga Qirg'izistonda ishlagan chet o'lkalarning barcha elchilari chaqiriladi. Milliy bank bu oyda 3-marotaba dollarni sotuvga chiqardi. 13-noyabrda umumiy 2 million 250 ming dollarlik intervensiya olib borildi. Ungacha 10-noyabrda 3 million 100 ming, 8-noyabrda 19 million 45 ming dollar sotuvga qo'yilgan edi. Milliy bankning kurs bo'yicha bugun 1 AQSh dollari 69 so'm 75 tiyindan iborat. 2015-yil noyabrda dollar Qirg'izistonda eng qimmat darajaga yetib 75 so'mga borgan. Keyin arzonlab joriy yilning aprelida 67 so'mgacha pastlagan. Iyun oyining so'ngidan boshlab yana qimmatlay boshladi. Yaqin kunlarda yoqilg'i moddasiga nisbatan tanqislik yuzaga kelishi mumkin. Chunki benzinning zaxirasi 30, dizel 20 kunga yetadi. Bunday ma'lumotni Qirg'izistonning neft tashuvchilar birlashmasi tarqatdi. Shunga qaramay, birlashma o'lka hududini yoqilg'i moddasi bilan uzluksiz ta'minlash harakatida. Rossiyada Qirg'izistonga olib kelinuvchi benzinga qo'yilgan bojxona to'lovlari 7-noyabrdan boshlab to'liq olinadi. Biroq hozirda dizelni bojxona to'lovisiz o'tkazish bo'yicha ikki o'lka o'rtasida so'zlashuvlar bormoqda. Agar kelishuvlar natija bersa, yoqilg'i modda barqaror narxda ushlanib, tanqislik bo'lmaydi. Mamlakatda benzin va dizel yoqilg'isi 60 tiyinga, ba'zi joylarda esa 1 so'mga ko'tarilgan. O'tgan haftada 2 so'm 50 tiyindan 3 so'mgacha ko'tarilgan. Shunga ko'ra 1 litr AI95 43 so'm 50 tiyin, AI92 41 so'm, dizel esa 38 so'mni tashkil etdi. Yoqilg'ini qimmatlashiga Qozog'istondagi holat sabab bo'lmoqda.
Сентябрдын аягынан баштап Казакстанда бензинге 92 бензинге көп аябай чоң дефицит болду. Азыркы убакта дизелге чоң дефицит болуп атат. Ошондуктан Казак Республикасы көп объемдорду Россиядан алып кетип атышат. Ошондуктан Россиядагы нефтезаводдор өздөрүнүн баасын көтөрүп жатышат. Hukumat bojxona to'lovisiz Rossiyadan yoqilg'i sotib olishi kutilmoqda. Agar ikki davlat orasidagi so'zlashuvlar ijobiy natija bersa, dizel moyi ham bekatdan bepul o'tkaziladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 1 yil ichida 1.200.000 so'mlik yoqilg'i sarflanadi. Bu yil esa 10 oy ichida davlatga 818.000 tonna yoqilg'i kirib, uning 367.000 tonnasi benzinni har xil turlari, 451.000 tonnasi esa dizeldir. Ma'lumotni bari biz o'zimiz qo'ymaymiz da. O'sha nefti treylerде de çoğultup sağa qancha kerak, o'shoda çoğultup olib tur, andan keyin qo'l qo'yamiz. Ошон үчүн бул жерде ал маалымат балким көбүрөөк сураш керек болчу, бирок биз ошо өздөрүнүн эле алган маалымат менен койдук. Эгерде азыркы күндө жана индикативдик баланс менен коюлган ашып кетсек, анда Rossiya Federatsiyasi qo'shina kirgizganga huquqi bor. Narxning ko'tarilishi jahon bozoridagi neft qimmatlashiga bog'liq. Bungacha neftchilar birlashmasi Qozog'iston orqali kontrabanda yo'li bilan olib o'tilayotgan yoqilg'i moylaridan ba'zi vaqtlarda foydalanib kelishgan. Chegaradagi holatlar sababli bu tarmoqqa cheklov kiritilib, muammo paydo bo'ldi. Shu sababli tegishli xizmatlar o'zlariga yuklatilgan vazifalarni aniq bajarib, o'lkani benzin va dizel bilan ta'minlashi zarur. Дизелдик отурмай болсо, былтыр кичине азыраак ошо киргизилип калыптыр да индикативдик планга. Бул жерден Казакстандан ай сайын 10.000 тоннага чейин откачтылык жол менен кирип атканда, ошо 2 жылдан бери баягы эпке киргенден кийин жанагы бажы бир эмелер алынган да, посттар. Бирок Казакстан жанагы 7-8 жылдан бери бизге экспорт болбойт деп туруп, ошо откачтылык жол менен, ошон үчүн жанагы нефтетрейдерлер официалдуу жол менен эмес, мындай бөлөк жол менен алып атканда 19 oktyabrdan boshlab mamlakatga 40.000 tonnadan ortiq dizel, 14.000 tonna esa benzin kelgan. Biroq ehtiyoj yuqoriligi sababli qora oltinga bo'lgan narx yaqin kunlarda ko'tarilishi mumkin. Hukumat bu masala yuzasidan yoqilg'i tanqis bo'lmasligini ta'kidlab o'tdi. Jalolobod shahrining merini saylash 23 noyabrga belgilandi. Markaziy saylov komissiyasi bildirganday, tegishli qaror 13 noyabrda qabul qilindi. 23 noyabrda saylovni uyushtirish va o'tkazish Jalolobod hududiy saylov komissiyasiga topshirildi. 9 noyabrda yangidan saylangan Jalolobod shahar kengashining birinchi sessiyasi bo'lgan. Ungacha shahar kengashi ko'p marotaba yig'inga to'planmagan. 2016-yilning 11 dekabrida saylangan deputatlar mer saylovi atrofida birlasha olmay, shu yilning aprel oyida o'zini o'zi tarqatgan edi. 28 mayda muddatidan avval saylov o'tib, unda 6 partiya g'oliblikka erishgan. ...2018 yili hajga boruvchilarni ro'yxatga olish tartibi biometrik pasport asosida olib boriladi. Bu haqda muftiyatning matbuot xizmati bildirdi. Unga ko'ra, Qirg'iziston musulmonlarining diniy boshqarmasi keyingi yildagi haj mavsumiga tayyorgarliklarni ko'ra boshladi. Ziyorat ishlarini elektronlashtirish maqsadida 2018-yildan boshlab haj safariga boruvchilar birgina biometrik pasport bilan qayd etiladi, deb aytiladi ma'lumotda. Muftiyat hajga boraman deganlarni biometrik pasport olishga targ'ib etmoqda. Ta'kidlab o'tsak, bu yil Qirg'iziston uchun haj ziyoratiga 4585 kvota ajratilgan.